أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الجملة الثانية، كتاب الأيمان ننكي كنجي بلمماو. وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين: القسم الأول النظر في الاستثناء، والثاني النظر في الكفارات. bahs qilgan masalani ikkiga bo'libdi. Birinchisi istisno masalalarini bahs qilamiz, ikkinchisi kafforat masalalarini. Birinchi qismdagisi istisno munosabatlik. Masalan, qasam qilgan chaqda manda ishni cho'qim manda qilma deb, lekin ma buning sirtida deb istisno qilib ya inshaalloh deydi. Masalan, qat'iy to'p o'ynamayman deb qasam qildi. Lekin futboldan boshqasi yo'q. Futboldan mahrum zaman ekan. Ondan top oynamada futboldan başladı diyorsa bu istisna oldu. Qasam odatda shu hayotimizda intan ko'p uchraydi. Qasam qilib turdi, uni kafforat to'g'riliq so'rab turdi. Shu buning ahkamlarini undan bilib olsak, jiq masala oydinlashib ketadi. Al-fasl awwal fi shurut al-istithna al-mu'aththir fi al-yamin. Qanda istisna qilsa, mush qasamga zada ta'sir bor. Ash qasamni bir parchasini maqsad qilmagan qilib chiqarib o'tadi deydi. Çünkü bazı istisnalar belki kadem tasir etmez ki şu altı kılışın mümkün. الفصل الثاني في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر. İkincisi, qanda qasamlarda istisna ta'sir göstermeydi, qonun ta'sir göstermeydi. Ama birincisi, qasamda ta'sir gösteradigan istisnanın türleri idi. Ama ikincisi, qasamlarning türü. Yani qasam qalsa azroq istisna ta'sir gösteradigan qalsa. Yani umum hususlik tarafidan mesela. الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين. قسمga ta'sir ko'rsatadigan istisnoning shartlari. وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان. Hozir mahalliy ittifoqga keldi. Ijmo qilgan. Boshda ijmoni deyilgan, undan keyin ixtilof chiqmaydi. Umuman maydonda ba'zi tafsilotda ixtilof bo'lishi mumkin, lekin umuman qilib aytgan chog'da kelgan o'rin qasamni bo'shtitish yoki yishib o'tish deymiz, yoki bekor qilib o'tishda istisnoning ta'siri bor. Umuman, lekin hamma tafsilotda ittifoq kelmaydi. Umuman ta'sir qiladi. Vaqtalafu fi shurut al-istithna alladhi yajibu lahu hadha al-hukm. Bunday qanda shartlar topilsa, bu istisnoda ondan ta'sir ko'rsatib, qasamning bir qismini bekor qilib o'tadi. بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقا. Demek bular başta şart tepilsa umuman ta'sir gösteradi o debdi. Degan ondan boshqa shartlarda ixtiloflashib qoldi. Bu uch shart qaysi ekan? Ay yakuna mutanasiqan ma'al yamin. Qasamga mos qilgan bir istisno bo'lishi kerak. Qasamga munosabatsiz boshqa bir narsani istisno qilib qo'ysa bo'lmaydi. Masalan, to'p o'ynamayman deb basketbol buning sirtida mos keldi. Lekin to'p o'ynamayman, go'sh buning sirtida qo'ysa hech qanday munosabat yo'q. Endi jamiyatda har xil qalayotgan gaplar odamlar bor. Qalayotgan gapni qilib bular manda debtga buni hukmida deb so'raydi. Bunlardan mollam sharti musulmon. Demak, qasamga mos qiladigan bir istisno bo'lsa, andın bu qasamning bir parchasini bekor qilib o'tadi. Va malfuzan bihi, ig'izdan chiqarish kerak. Qasamni qo'yapmasan, to'p o'ynamayman vallahi deb. Lekin ko'ngilda futbol buning sirtida, futbolni o'ynaverma deb bunda nima qilsa bo'lmaydi. Ya'ni shu arzaki deyish kerak. Va maqsudan min awwalil yamin, qasamni qilgan chaqdan tortib ko'ngilda niyat qilgan bo'lish kerak. Vallahi masalan, vallahi men to'p o'ynamayman bundan keyin degan shu vallahi degan chaqdan tortib ko'ngilda futbol buning sirtida gangapni nima turib to'p o'ynamayman, futbol buning sirtida desa, bu chaq bu mahalliy ittifoq. Endi unda niyat qilmagan bo'lsa, kuchga egadamda emasdimdi. Mahalliy xilof. Ve mahalliy ittifoq desak, cho'qim ma'noda hammalarni yoqlaydigan nimamiz qarashda ixtilof bor. Ya'ni boshdan tortib so'zni qasamni boshlagan chog'da istisnoni tang niyat qilmagan bo'lsa, bu chog'da bu istisno ta'sir ko'rsatadimi, ko'rsatmaydi degan ixtilof.
Lekin ittifoqdagi ahvol boshdan niyat qilgan ahvolda ta'sir ko'rsatadi deb. Annahu la yanqudu ma'al yamin. Demak, bu shart tepilsa istisnoda qasam istisno qilingan mustasnoda masalan kuchga ega emas. Futboldan boshqa top o'ynamayman vallahi deb qasam. Futbolda bu qasam hozir kuchga ega emas. Futbol o'ynab qolsa kafarat kelmaydi. Hamda talash qilingan o'rin واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع يعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أمد أشياء اختلاف قلده bu istisnoni qasamdan ayiribdi bu. Qanday ayirdi masalan bir muddatdan keyin ya bir soatdan keyin ya araliq berib futbol buning sirtida ya futbolni o'ynayverma deb bunda divagan bo'lsa bu yerda ixtilof bor. Yoki hamda o'tirib masalan futbol o'ynayman qasam qildi. Keyin bizdan keyin ağırlardan bo'lsa qashamga chiqamizlar, chiqamiz top qolsa. Chiqib, men qasam qildim, lekin futbolning sirtida divasa bu ayirib o'tgan bo'ldi. Araliqda yarim soat o'tdi yo 1 soat o'tdi. Demak, o'sha ahvoldan da ixtilof bor. Aw nawahu va lam yantiq bihi. Yoki ko'ngilda fikr futbolni o'ynayverma, boshqa top o'ynayman deb qasam qildim, ko'ngilda niyat qildi, lekin o'zaki demabdi. Aw hadathat lahu niyatul istithna'i ba'da al-yamin. Qasam qilib shu so'zni shunda to'xtatib turishi bilan futbolni o'ynayverayga degan bir niyat kelib qolibdimiz. Va in atabihi mutanasiqan ma'lumin. Demak bu so'zni boshlagan chaqda futbolni o'ynamaslik anda nisbatan top o'ynamayman vallahi deb boshlab shunda kelishgan kallasqa futbolni vaz kechmaydi qolishunda keyin futbol buning sirtida deyapti ulablar. Anglovchiga nisbatan chanmabdi bu. Lekin ana niyat qilishi shu ara ulgurib keldi bundan deydi. Mush üç ahvolda talash tortish bor. Ana o'sha istisnoni mana ayirib o'tish qanday bo'ldi hamda so'zni dapolab turib bir telefon kelib qoldi. Oyg'uni ulab telefon so'z eshitib, futbol buning sirti jima deyoldi. Yoki o'tal chiqib ketdi, yo zukam, yoki masalan nafsi yetishmay qoldi, yo og'iz tomoq yaratgan, uytulib undan keyin dedi masalan. Bunda bir orliq bo'lish bo'lib qoldi. Buning qasddan orliq bo'lmay majburiy bo'lib qolgan ahvol bor. O'tal chiqib ketganda. Qasddan orliq qurdigan ahvol bor. Birinchi masala masalan va yashtiratu ittisalihi bil qasam. Qasam bilan ulashib kelish kerak degan shart. Fa inna qawman istaratu dalik. Ba'zi olimlar buni shart qilgan. Ya'ni ulashib kelish kerak. Orliq bo'lsa 1 minutdan keyin, 5 minutdan keyin, 1 soatdan keyin, 2 kundan keyin, 1 oydan keyin bunda istisno qilsa bekor deganlar bor. Va huwa mazhabu Malik. Imom Malik va shundaqla tut mazhabning qarashi. Yani İmam Şafii ve Kâle Şafii diyen İmam Şafii bunlar bir tefsirli yapımını kıldı demek şimdi. La ba'se beynehuma bis-sektatil hafife ke-sektatir raculi lit-tezekkuri ev lit-teneffusi ev li-inqita'is savut. Arlıqdaki cindek mesela birden vakti öteki gitip kalsa meyle. Mesela bunda oynayılıp bunda yapılış arlıqda esniliş için toxtatıp kalgan bolsa yoki tinilish nefsi yetişmey, tinilish için to'xtagan bo'lsa yoki uni tutib qolgan yo bir nimalar qilib to'xtab qolgan bo'lsa mayli hech vaqasi yo'qdir. Lekin to'rtli mazhab shu o'lishib kelish kerak deb qaraydi. Va qala qawmun min at-tabi'in va ikkinchi qarash bor. Yajuzu lil halifi al-istithna'u ma lam yaqum min majlisihi. O'rnidan qo'pab bo'lsa, masalan bu so'rinda o'tadiq, bu so'rinda shu so'zni qilgan bo'lsa qasamni, bu so'rindan qo'pab bo'lsa g'achchida istithno qilvasi bo'ldi debdi. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منهم متى ما ذكر. Demek İbn Abbas radıyallahu anhuma kaçan yağdır kep qası istisna qilish. Bir aydan kim bulamdı, 100 yildan kim bulamdı, abadan degan unda shu o'lgicha istisna qilib olsa bo'ldi deb. Intayin qilay. Shu istisnoning jinsidan bo'ladi istisnoga. Ha. Mana shunda mas'uldan binoslash kerak emas. Bizden bu birodarimiz burun top oynadığan çağda kunda ya yaptı 3-4 gün bamdatdan keyin çıplak oynaydı. Bu golünü hesaplamaslıkta kaydap kaldı. Onu ya golünü hesap kılmadık bir iş oldu. Kaydap kaldı ben ikinci top oynamayım dep şey qasam qildim. Mesela boğaş qasam qilib keyin boshqa kunlari top o'ynash chiqsa, bu aşı bizdan ayrılanmay, mehrini uzanmay chiqdi. Lekin biz futbol maydonida o'ynasak, basketbol maydonida, yerimizga maydonda o'ynaydi, bizga aralashmay o'ynaydi. Oy top o'ynamayman deb qasam qilganlar, men futbolni maqsad qilgan. Basketbol emas deb turadi. Demak, u urf nimasida demakchi.
Mesela top desek bizim kalımız derhal nima? Futbol gibi. Biz başka futbol oynamayız ya, tic-tac oynamayız, başka top oynamayız, voleybol mesela. Demek İbn Abbas anda ay olsun, biraz yılınken futboldan başka rivas buldu deydi. Qasam qilib. Bu nasıl olmagan ekan, har xil qarashli bo'lib qoldi. Ba'zi olimlar 4 oy deb bakkan, Said ibn Jubayr mesela. Ba'zida yana bir tugini saqqichilik vaqt beribdi ekan. 10 minut, 15 minut deganda. Aqlning qarshi ekan. Qasam qilib, naqmay turib, qasamga xilaf qilib ketgan bo'lsa, kabara qilgan. Uni yapib, naqlati. Ya kabara qildi. Haligini qasam qilib, sho'shmay qilmay. Xilaf qilmay turib, g'achchida istisno qilyapsiz bo'ldi. Qasam qilib, unga qattiq qasamiga qilib qolmasa, kabara qilgandan keyin qasam turinglarmi lekin nechiktamda. Qasam bekavdi. Bekavish kerak. Yig'adim davomli qonun kaparati. Shu chog'da kaparatir bo'ldi, cho'ldandir. Zahir qatimda unda bir og'iz so'z bilan umr bo'yi shunga bog'liq qilib qo'yadi. Uni jazosini to'lagan ekan. Demak, Ibn Abbas nayati keng yo'l tutdi. وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين. أن بهذا هم لا اتفاق كائن بالنسبة. هو بوسما مثلا بريشنا قريش تقولك قسم قيغم بوسا يا كي قمص قسم قيغم بوسا مش قسم نزاده إن شاء الله دسا bu qasamni ko'tiritamdi, bekor qilatamdi, qilyapman desa, qiluvdi deb. Sen qasamga bizni qilmayman deb bo'ldi-ku. Ammo o'tmishda masalan, menda og'an, ammagan bo'landa aymin g'amos nimaga chiqdi. Lekin men kelajakga qarta qasam qilgan bo'lsa, inshaalloh deb qo'ysa, bu chaqdan esib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni bu istisno qilayotgandek. Ya'ni bu qasamni bo'shtatdi bu. Qasamga asla qattiq bir ta'kidlab bekitishda iborat. So'zning ustiga bir narsani yuklab oldi. Ama inşallah deb qo'ygan ekan, bu sal yana so'ltib bo'shtatgan. Demak, inshaalloh qilib qo'ysa, bu chaqda men qasamni bekor qiluvdi. İttifaqqa. Lianna al-istithna'a huwa raf'un li luzum al-yamin. Yamin gardiniga o'rnab ketibdi. Lekin istisno bu gardiniki qasamni ko'taradi deydi. Qala Abu Bakr ibn al-Munzir, Abu Bakr ibn al-Munzir sahibi kitab al-ijma'. Ijma ahlul ilm deb naql qilgan so'zning egisi shu. Bütün kitaplarda İbn Munzir icma'ni naql qildi deymizmi? Icma deb kitobi bor. Icma kelgan, ya kelishga az qolgan, azroq bir kelganda qilgan ham icmada so'zdan biz qasida icma. Ana kitobni to'ldirish uchun ham icmani ziqroq qilib baqqan. Ammo bu intayin katta. Bu olimlarning birlik kelgan, ixtiloflashgan masalalarni asasen muş İmam Nawawi olsun, İbn Qudame olsun, İbn Hajar, muş alimlerin hemmisi muşun kitapları. Bu İmam Şafii'nin şagirdleridir. Ne bir şagird bo'lishi mumkin. Lekin o'zi mujtahid bo'lib ketgan. Şafii mazhabi tava deb qaraldigan, sanildigan, lekin o'zida mujtahid bo'lib ketgan. Odamning ijmo degan kitobi bor. Al-Ishraf ala madhab ahli al-ilm deb kitobi bor. Anda mush ixtilof ulamada al-Awsat, al-Iqna degan kitob. To'liq yo'q bozorda. 300-yillarda, 308-da vafot bo'lgan. Qala Abu Bakr ibn al-Munzir, "Sabata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: "Man halafa faqala inshaalloh lam yahnath." Demak, o'sha ittifoqni Abu Bakr naql qildi, shunama naql qilib qo'ylar. Undan bu ittifoqni ijmoni kuchlantirib, mana Rasulullohning mundagini sahih isbotlandi dedi. Hadisda sahih da'vatidadir. Kimiki qasam qilib inshaalloh desa aqidan, keyin u tumsa qasamida qasamni buzayotgan bo'lmaydi. Lam yahnat. Yoki lam yuvassaq desak bo'ldi. Qasamni mustahkam unda qilmagan bo'ldi desak. Hinf degan aslida gunoh degan bo'ldi. Hinful azim deymiz-ku, gunoh. Angada hanita yahnas degan uchun mush qasam ishlatsa, ash qasam qilgan qasamingizni tumsangiz gunohkor bo'lsangiz degan ma'noda ishlatadi. Hanita degan shada qasamni buzayotdi degan bo'ldi. Lam yahnas da qasamni buzayotmagan bo'ldi. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi. Yani qilmayman degan ishni qilsasimi, ishni bo'lmaydi deymiz. Wa innama ikhtalafu hal yu'athiru fil yamin idha lam tuwassal biha aw la yu'athir. Yani inshaalloh degan so'z qasamga ulashib kelgan taqdirda qasamni bekor qilyapti dedi. Shunami? Agar ulashmagan ahvolda kelsa shu, qasamni bekor qila olamdi, qilaman. Ta'sir ko'rsatadi. Albatta bu ixtilof bor. Lixtilafihim hal al-istithna'u halun lil-in'iqad am huwa mani'un lahu.
Yani bu yer talaş tartışının asli manbası nima desa, bu istisna. Asli bu qasam bulab bo'lgandan keyin ondan bu chuvatdimi yoki aslida da qasam bo'lishni to'soldimi bu? Asli bu qasam bo'lmaganmi deb. Yani istisna bu qasam bo'g'ili qo'ymudimi aslida? Istisna olgandan zatidan qasam hech kim bo'lmadi deb demdimiz yoki qasam bir bo'lib bo'ldi. Vallahi to'p o'ymayman deb qasam qilgan ekan, qasam bo'lib bo'ldi bu. Buning sirtida deyvasa, bu chog'da qasam bo'lib bo'lgandan keyin buni chuvatdi demdimiz. Vücutga chiqqan qo'ymadimi yoki chiqib bo'lgandan keyin buzatdimi? Yani bir vücutga chiqib keyin buzib ketdimi? Istisna sababi bilan demas. Asl talash ta'sim manbasi mavjud edi. Fa idza qulna innahu mani'un lil-in'iqad, yak aslida buni qasam bo'g'ilib qo'ymaydi bu desak, buni bo'lib bo'lgandan keyin chuvutida emas, aslida to'sib oladi deb qolsak, ishturita an yakuna muttasilan bil yamin. Bu chaqda buni qasam bo'lashdan to'silish uchun umuman kas to'sadi. Agar oylikasi qasam bir bo'lib bo'ldi, shu so'zni degan chaqda. Keyin 5 minutdan keyin 10 minutdan keyin desa, bo'lib bo'lgan qasamni undan chuvatgan bo'ldi. Va idza qulna innahu halun lam yalzam fihi zalik. Yani bu çuvatuda desa, u tutuşib kelish shart emas. Chunki qasam bo'lib bo'lgan. Keyin kelib bu o'rgatdi. Vallazina ittafaqu ala annahu halun, hamda olimlar ikki guruhga ayrılib ketdi. Birisi tigidan zodi qasam qilmaydi bu istisno bo'lgan ekan. Yani birisi ya qasam bo'ldi, qasam bo'lgandan keyin istisno chuvatuda. Qasam bo'ldi, istisno chuvatuda deganlarda o'zaro bunda ixtiloflashib qopti. Hal va halun bil qurb aw bil bu'd. Yani yaqin bo'lsa, qanday ishitamdo, yiroq bo'lsa ishitamdo degan talashlar. Yani o'tirib pasilmagan holat, orliq berilmagan holatda. Yaqin bo'lsa, yiroq bo'lsa orliq berib qolgan holat. Alama hakayna degan ilgari deb o'tdi-ku. Kuhha sakta deganda keldi. وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا. Muş hadisni dalil qildi. Yani bek uzun vaqt fasil orliq bo'lgan ahvolda yaqin muddatda istisno qilib olsa ta'sir ko'rsatadi. Chuvitalaydi deganga mush hadisni dalil qildi. Hozir hadis shunda qarash bilan nimani es qilasizlar? Hadisdan sanadga bir qarab oldim. Sanadda bir masala bor. Akrima qala Rasululloh mursal. Chunki sahoba yo'qmi hadisda, ama tabi'i qala Rasululloh dedilar. Bu mursal bo'ldi-ku. Mursal sen va boshqa mazhabchilar daif deb turibdi. Akrima ibn Abbosdan shagird bo'ldi. La aghzuwanna Qurayshan. Qala 3 marrat thumma sakat. Thumma qala inshaalloh. Va mishada la aghzuwanna Qurayshan deb shqatim deb aqidan uzun vaqt o'tmagan holatda vallahi la aghzuwanna Qurayshan inshaalloh debdi. Aqdullah. Yani yaqin bo'lsa ta'sir ko'rsatadi demoqchiman. Bu hadis hamda marfu mursal rivoyat qilingan bo'lsa, daifrak hadisgan. Abu Dawud rivoyat qilgan. Fadalla hada anna al-istifaa halun lil yamin la mani'un laha min al-in'iqad. Demak, bu hadisga asosan bu istisno boshda qurilib bo'lgan, bog'lanib bo'lgan qasamni yeshitdi deganga dalil bo'ladi dedi. Vallahi la azvanni Qurayshdan bu qasam bo'ldi. Ondan birdan keyin oxirida inshaalloh desa, ondan bu qurilib bo'lgan bir qasamni istisnodir boshlaydi. Demak, shu chaqlarda Rasululloh Qurayshga g'azab qilmagan. Masala shu. قالوا ومن الدليل على أنه حال بالقرب يعني bir dalil hamda yaqin bo'lsa ta'sir ko'rsatadi qasam bekor qiladi degan yana bir dalil أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لكان الاستثناء يغني عن الكفارة والذي قالوا بين ما هو انتهى كشت دليل قندا bunun bayanı hadis'te nimde men halafa فقال في حلفه واللات والعزى فليكفر ama yani فليقل لا إله إلا الله mesela. Şunun kefaret diyende. Yani ki hadiste فليكفر dedi. Eğer istisna qasamni bekor qilayotadigan bo'lsa, kefaret berishning nima ishda? G'achchida oxirdan istisna qilyapsizlar. Bir oydan keyin bo'lsa, shu bo'lmagan chaqda istisna qilyapsizlar, kefaretga hojat yo'q. U nima chuvatib emasmi deydi. Keyin istisno
istisnoni qasamni qilib bo'lib bir mezgilligin desin bo'ladi deganligi qarta. Deganlik qarta. Agar keyin bir uzun muddatdan keyin istisno qilsami, "Ma qasamni cho'yitdi" desangiz, Ibn Abbas radhiyallohu anhu u chaqda al-yukaffir deganning nimasi? Bakar bir odam masalan istisno qilib bir og'iz so'zni shunda deyishni yengil ko'ramdi yoki kaffara qilishni yengil ko'ramdi? Albatta, kaffara ko'ramsa, yapjag'iz ma'nodan boshqani deb qo'yishni yengil ko'ramsa, albatta shu bir og'iz so'zni qilsan kaffarat hojat yo'q. Lekin kaffara berishing kerak degani, sen unda uzrab ketgan chog'da istisno qilolmaysan degan ma'no chiqadi. Endi qildi. Shuna al-yukaffir demaydi dedi. Fal-yastasni deb qo'yish bo'ldi. Shunami? Uzun muddat o'tsa fal-yastasni deb qo'yish bo'ldi. Lekin hadisi fal-yukaffir an yamini. Masalan, bir yomon ishni qilmoqchi bo'lib qasam qilgandan keyin boshqa ish yaxshiroq ko'ransa, fal-yukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khayr. Demak, fal-yastasni demadi. Fal-yukaffir. Fal-yukaffir yani kim? Burada uzrab ketsa kaffara qildi. Istisno bilan hal bo'lmaydi demak. Bu kuchli dalil. Wa amma ishtiratu an-nutq bil lisan va ikkinchi shart o'tib ketdi. Endi ig'zoki shu istisnoni deyish kerak. Ko'ngilda men istisno qildim deb ko'ngilda fikr bo'lmaydi. Fa innahu ikhtalafa fi. Buni odamlar talash tortishgan. Ba'zilar kan istisno yo'q, ya'ni kaffara degan gap bu musannifning fikridir. Bu aqliy dalil. Qarata aqliy dalil va radiyasi. Demak, musannifning mazhabi oldin ikki mazhab bilan, ya'ni Imom Malik, to'rt mazhab bilan billah. To'rt mazhabda Shafi'i rahimahullohning so'zini qo'llaydi. Muttasil bo'lish kerak. Ibn Abbas radhiyallohu anhu qo'llamaydi. Ya. Hamda ig'zoki nutq qilish kerakmi, kerak emasmi degan masalada ixtilof. Faqila la budda fi min ishtirat al-lafz ay lafzun kana min alfaz al-istithna. Amyada zade qanda so'z bo'lsin, istisno dalolat qilgan bir so'zni ig'zoki talaffuz qilish kerak. Hech qanday demay turib olsak, men ko'nglimda istisno qildim deb turasa bo'lmaydi. İstisnoni alfozlar qolsa illa, ada, khala, hasha, g'ayr deganday so'zlar, masalan. وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق هذا هو المشهور. demak مش ألفاظlarda istisno lafzi olsun yoki umumni taxsis qilayotgan lafzi olsun. Masalan, bizning misolimizda top o'ynamayman degan, lekin futbolning sirtida esa taxsis qilyapti. Mutlaqni taqid qilgan. Albatta usul fiqhida bu gaplar o'tdi. Qandalim bo'lmasa, zali shuni istisno dalolatdan bir so'zni ig'zda deyish kerak. وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف إلا فقط أي بما يدل عليه لفظ إلا. من جاب ما هو؟ إلا دم başka gap istisna olamaydı. Başka ibaretlerine gidiyorsunuz, başka alfaz. İlla da niyetinden mi buldu demek ki? İlladan başka niyetinden. Telaffuz kılmasan buldu demek ki. Bu bir aciz karası var. Kıyla deyin ha. Bayatında aşucallık. Lakin ama kıyla deyin ha adır. İkinci bir qarash demakchi. Bunda dabba tutamdi. Illa harfidilam mushuning qarta sen ko'nglandim qilsang bo'ldi. Talaffuz qilmasangmi? Mushu illa dalolat qilgan doirasida deydi. Uningdan boshqaga aniq demasang bo'lmaydi deb taqdi. Va laysa yanfa'u dhalika fi ma siwahu min al-huruf. Lekin uningdan boshqa istisno dalolatga harflarda ko'nglandim qilsang bo'lmaydi. Bu bir aciz qarash ekan. Va hadi tafriqa da'ifa mana. Bunda ayrıca hiç qanday asos yo'q. Hammasi istisnoni bildirdi. Illa olsun, lakin, khala, hasha, adam. Va sabab fi hada al-istilaf huwa biya talashlarning sababi nima? Hal talzamu al-uqud al-lazima bin-niyya faqat dun al-lafz uqud al-lazima degan qaysa? Ya'ni bundan shu aqdni qilgandan keyin bu gadanga bog'lanib ketgan aqd. Buning qarshilığida uqud al-jaiz bor. Uqud al-jaiz emas kafalat, vakalatdak, man vakil deb yo'q, vakil umumda qishib ketadi. Yoki mudaraba masalan. Bular uqud al-jaiza. Ya'ni qachonda bo'lsa tashlabdan ketadi. Shirkat masalan. Shirkat chuvitima deb turib. Va uqud al-lazima degan masalan shu qasamga o'xshash nazdir masalan. Nikoh, taloq, atq deganday. Bu hamda niyat bilan zot gadanga bog'lanib ketamdi, yeni olammaydigan bo'lamdi. So'zlimisimi yoki ham niyat bilan ham lafz bilan andin lozim bo'lib ketamdi. Masalan, taloq, atq, yamin va g'ayri dalik. Bu asli talashlarning manbasi ma'vo ekan. Ma'vomda fiqhninki sal sulfga yaqinroq doirasi. Ul xarakterli talashlar. Bunda ham necha masala shaxlab bir daraxtning malaka 20-30 yig'oni 20-30 masala ta'sir ko'rsatadigan talashlar. Va amma al-mas'alatu ath-thaniya, endi ikkinchi masalaga o'taylik. Buni ikki masala bor degan, shunami?
وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟ وش نيتنا شريكة تكون مسألة أما هو قسمنا قوغاندن كين عندن استثناء قلش نيتي كبقاسا bunun qaydisi bulandı bulundu. Yani qasamni başlagan çağda istisna niyeti yokken bunun. Qasamni başlab şunda davatgan çağda qatçı kallası kepti, axı ulaqın istisna qılıptı. Demek hazır niyeti qaraymiz. Niyeti qasamni başlagan çağda batdı, yo'qdi. Yoki kim paydo bo'ldi demek. Faqila aydan fil mazhab, qaysi mazhab? Maliki. Al-madhab degani ekan, o'zining mazhabindaydi. Innaha tanfa'u idha hadathat muttasilatan bil yamin. Ash o'zining qarashig'i Imom Malik tanlagan to'rt mazhabi shunda. Imom Malik yana shu masaladami qasamga ul kelgan bo'lsa, ta'kildi debdi. Wa qila bal idha hadathat qabla an yutimma an-nutqa bil yamin. Qila degani bu ikkinchi qarash. Azroq qarashgan. Shu qasamni zodi deb bo'lganga qadar g'achchida paydo bo'lgan bo'lsa deydi. Ya'ni niyat shu joyda qasamni to'liq nima bo'lib paydo bo'lgan bo'ldi debdi. Ya'ni qasam lafzini deyishdan ilgari, qasam iboralarini tugutishdan ilgari g'achchida so'ng niyat kelgan bo'lsa, istisno qilgan bo'lsa, bu joyda mana bo'ldi. Ikkinchi vaqil degan mazhab bo'lsa, ilgari chiqib kuchliroq, chingroq. Demak, anında niyat qasam bilan tutashgan bo'lsa, unda ilgari yo'qkan shunda so'zlar qanchalik birlik paydo bo'lib niyati. Va ikkinchi qarashda qasamni tugutib bo'lgan qadar paydo bo'lish kerak. Ikkinchisi sal kengroq. Ya'ni qasamning oxiriroq kelgan chaqda qat'iy niyat paydo bo'lib mayli debdi. Vaqila balil istisna'u ala darbayn. Yani bir qarash istisno degan ikki turli bo'ldi. Sandan istisno qilish, umumdan taxsis orqali istisno qilish yoki mutlaqni taqyid qilish orqali istisno qilish deb bunda ayrimiz deydi. Yani ikki ayrib sandan ya umum mutlaqdan demakchi. فالاستثناء من العدل لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين. الله أكبر. Demek istisnani ikki turlik bo'ladi. Sandan istisno qilish, umumdan ya mutlaqdan taxsis orqali, taqyid orqali istisno qilish deymiz. Al-istisna'u min al-'adl la yanfa'u fihi illa hudus an-niyyati qabla an-nutq bil-yamin. Ma qarashkilar sandan istisno qilish bilan umum taxsis qilish orqali istisnoni ayirib bunda bir defa. Sandan istisno qilgan chaqda shu qasamni deyishda ilgari niyati bo'lish kerak deb. Masalan, vallohi la asumanna shahran illa yawmal khamis degandek mesela. Bunda deb qalsa 30 yawman dedi mesela, ya usbu'an dedi. Bir hafta, bir oy ro'za tutma vallahi deb tasham kun buning sirtda degan bo'lsa, qasamni boshlashda ilgari shu niyat bo'lish kerak. Tasham juma kuni tutmaydiganlikni niyati. Bunun shunda qarish ekan. Wal istithna'u min al-umumi yanfa'u fihi huduth an-niyyati ba'da al-yamin idha wusila al-istithna'u yoki idha wasala al-istithna'a nutqan bil-yamin. Endi umumdan istisno qilishda bu chaqda oyoq qo'llablan istisnoni qilsa, ya'ni shu niyati shu chaqda paydo bo'lsa, ya'ni qasamni qilib bo'lgandan keyin niyat paydo bo'libdi, qancha istisno qilyapti, niyati bilan birga istisno qilyapti, bu chaqda mayli bo'ldi deb. وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال لا يعني شو برمجة istisno dedi qasamni boshdan tortib qasam bulashdan to'solamdi yoki qasam bulab bo'lgandan keyin undan buni bo'sh to'talamdi cho'talamdi. Fayn qulna nawmana ya boshdan to'sotaladi desak fala budda min ishtirat hudud an-niyyah fi awwal yamin. Bu joyda boshdan tortib niyat bo'lsa istisno bu joyda to'soladi. Niyat bo'lmagandan keyin bu joyda istisno to'sashdan ojiz kelib qoladi dedi. وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك أم شو تدرسه كين نيت قيد القاسم وشاف شو تلد وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول يمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء. أما عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب bu qasamning beshidan tortib bu niyat zot bo'lish kerak degan bu shart qilsang bo'lmaydi deb turib. Lil ittifoq degan cho'q, yana bir ittifoq kelganning bor. Istisno oxir ulinib kelsa mayli degan shu ham demak o'xshaydi. Kelgan narsadan Abdul Vahhab ayrilib chiqib oldi deydi. Demak qasamning beshidan tortib istisno qilish niyati bo'lish kerak degan shartni qo'yib olganligiga e'tiroz bildiribdi. Lil ittifoq degan nima? Shu istisno shu ulinib kelsa bo'ldi degan ittifoq qolmi? Shu ittifoq kelgan. Ulinib kelsa bo'ldi, niyatmi ulinib kelsa bo'ldi emasmi deb turibdi. وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء. Bu hamda kaffarat burun qurilib bo'lgan qasamni chuvitibdi, bekor qilibdi. Istisnomi shuni bekor qilibdi. Demak, ma'na emas, hal demak.
Bu Qadi Abdülvahhab Maliki mezhebinin çoğu alimlerinden birisi. Biz İmam Kuduri bilen aşı Bağdat'ta birlikte yaşagan. Şu çağda birlikte. Bu Maliki mezhebinin katısı, Kuduri Hanefi mezhebinin katısı. Şirazi Şafii mezhebinin katısı. Abu İshak Şirazi. Muhasira. İmam Kuduri'den şu 6 yıllık burun vefat oldu. İmam Kuduri 928. Baba 922 vefat oldu. Peki bunun meşhur kitaplarından El-Ma'una fi mezhebi alimil Medine diyen kitap var. Bu 4 mücellette beslerlik var. Yani Bidayet-i Müşahide okşaş kitap şu mu? Şu Mukharan'ın. Peki uslubu sen ne okumaydı, okşamaydı, tefsir vererek mağdur. Bidayet-i Müşahide bunda nemunu tallap, 4-5 misal verip Müştunda talay taş bunda mağdur onun da dep bir kaide karakterlik misal verip götürdü. Ma qağını ma kaideye silvasan okşup oldu musun qağını. Ama mauna her bir meselede tefsiri bayan kılıp onu. Özünün vazifede mi düşedilerek manasında? Şu çağdan taslup intayin övücü çıkıyor. Şu Kuduri imam mesela özünün vazifede çıkıyor. Hatta özünün vazifede İmam Ebu Hanife'nin karşısına çıkmaydı da. Mesela Şirazi'nin mu Nükettet kitabı. Muşun okşaş. Muş maunega okşaş. Kuduri'nin mu tecrid diyen kitabı. Şafii mezhebinden reddiye verdi. Madem şu Şafii mezhebinin şirki nima? Lekin Nüket fil Khilaf degeni Şirazi'nin muşu nima okşaş. Hanefi mezhebga reddiye verdi ama baş mezheb bilan kari yo'q. Hanefi mezhebining o'zi qopma. Tecrid muşunda Şafii mezheb bilan reddiye verdi. Ama mauna lekin Şafii Hanefi mezhebga reddiye verdi. يعني الإشراف في نكت الخلاف ما عندنا مقارنة كتبه. الفصل الثاني من القسم الأول. يعني القسم الأول مش استغلق. قندا قسم لا ده استثناء تحسب gösteriyor. Yani qanda qasam kuchliq ista uni tavirtanmaydi. Qanda qasam misal aciz istisna uni bo'sh tutarlaydi, shu tutarlaydi. وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها. Yani inşallah dese bu kasemin tesir gösterilen kasemler yani Kayseri diyen istihbab var. فقال مالك وأصحابه لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم. Kaparet kıldıran kasemlerge andın tesir gösterir. Kaparet kemenin kasemlerge tesir göstermeyi durmaz. Mesela kaparet kemenin kasemi kalsa bu mesela nezirtek numunu değil. Ya ki yemin gamustiyanda kaparet mununga jiyanmaydigan yemin gamustek nezir tamamda kaparet kıldı o ve hiye el yemin billahi indahum yani Allah bilan qasam qilgan bo'lsa kaparet kıldı shundami yoki mutlaq nazr qilgan bo'lsa buni misol keldi. Yani bu İmam Malikning bilan qarshi İmam Ahmadning mashhur qarishi. وأما الطلاق والعتاب فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول يا طالق إن شاء الله. عند طلاق لا كل زق كارتا وندا استثناء طلاق لا كلهم بغلق قويش ممكن ده. مثلا يا طالق إن شاء الله هو عتيق إن شاء الله ديانه. وهذه ليست عندهم يمينا. bu طالق إن شاء الله سبق قسم ممدكين. أنا برسول كنا. وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط. ياكي طلاقنا براش شرط bağlap koysa مثلا إن كان كذا فهي طالق إن شاء الله. Eğer manda bulduğum bolsa xotin talaq inşallah depti mesela. Şartga bağlap koydum yani. Ya talaq inşallah demey imkana kadar yani şart var. Ama imkana kaza fa huwa atiqun inşallah. Bunda obdan qululduğum bolsa bu azat yuttu inşallah. Ne işkiye ayırdı. فأما القسم الأول فلا خلاف في المذهب. فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه deydi. القسم الأول degen qaysa? Ya talaqın inşallah degen ma? Mesela talaqın inşallah degende onu tasir göstermeydi. Azat buldu, talaq buldu nima? Azat. O anda inşallah desin baribir ekan. Talaq buldu. Şartta anda ikinci kısımda ve huve yemin bil talaq fil mezheb fi qawlan. Birincisi yemin demedi şundama yemin olan ikincisi yemin buldu dedi. Şart bilan qilgan yeminni so'rabdi. Ya talaqın inşallah degende yemin demabdi uni. Demak bu ikincisi yemin olibdi. Yani ikincisi talaq bilan qasam qilish. İmkani kada fa talaq degani qasamdan talaq qiladi. Fil mezheb fi qawlan. Qaysi mazhabda? Malik. Fil mezhebi fihi qawlan. Asahhuma ikki so'zningki İmam Malik'te rivayet kılınan iki söz olduğu mümkün. Yani bunun şagirdlerinden rivayet kılınan iki söz olduğu mümkün. Toğraq ennehu idâ surifal istitna ile şart ellezî allaka bihi talaq sahha.
İnkâne degenge qarasak o istisnani şartga bu chaqda istisna hisob bo'ldi ekan. Va in sarafahu ila nafs at-talaq lam yasih. Talaqqa qarasa to'g'ri bo'lmaydi ekan. To'g'ri qarashning demakchi bo'lgani shu ekan. Shu chaqda ay shartga qarasa bu qasamni bekor qiladigan istisna. Sahha demakchi. Agar taloqning o'ziga qarasa, u chaq taloq bo'ladi dedi. Yani istisna kalkindi. Wa qala Abu Hanifa va Shafi'i al-istisna yu'athir fi zalik kulli سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط انما ko'pchilik olimlar yoki Abu Hanifa Shafi'i ishkelan u shartga qarasin yoki xabar deyilgan so'zga qarasin, nega qarasa istisno qildimi? Istisno hisob bo'ldi, qasam bekor qilindi deb. وسبب الخلاف ما قلنا من أن الاستثناء هل هو حال أو معنى يعني شيء غير تقل قنداسة أجر معنى دبقاسة وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق طلاق يعني سوزلان باللي كاسب طلاق شيوردو ده çünkü mana diye yani idaqal racul li zawjati hiya taliqun inşallah mana taliq degan so'z ham bor bu yerda oxirida inşallah bor ikkisi birga keldi birga kelgan ahvolda taloq bo'lib ketdi deydi o'zi shu istisno ma'na va hal degan ikki birini tanlaylar ma'na deganni tanladik tanlagandan keyin taliq degan so'z zodi og'zidan chiqqandan keyin inşallah kelganmidi yani ma'na bo'lmadi bu qasam bo'lib ketdi yoki so'z bo'lib ketdi. Li'annal ma'na innama yaqumu lima lam yaqa wa huwa al-mustaqbal. Chunki inshaalloh degan agar istisno to'sab qoladi desa, bu kim bo'lmoqchi bo'lgan narsani to'sab qoldi. Lekin bu taliq degan ekan, bu taloq bo'lib bo'ldi, buni to'samaydi dedi. Va in kunna innahu halun lil-uqud, agar hal bu bo'lib bo'lgan narsani chuvitilgan narsa deb istisno degan deb qolsa, vajaba yakun lahu ta'sirun fi talaq. Taliq desa taloq bo'lib qoldi. Inshaalloh desa bo'lib bo'lgan narsani chuvitdi degan unda bu. Va in kana qad waqa'a. Taloq bo'lib bo'lgan bo'lsa-mu, qachida bu bo'lib bo'lgan taloqni jiqchitdi dedi. Bu bunda bir abstrakt bir gapken bu. Adam o'zining mazhabini tushuntiradi. Imom Abu Hanifa bilan Imom Shafi'i rahimahullahga deya qaytirdi. Maliki mazhab ayirdi. Ayırgandan keyin ayirishninki yerda falsafasini tushuntiradi. Faylasuf. Imom Andurish faylasuf bo'lgan ekan, ayirish falsafasini tushuntiradi. Shunda o'zining mazhabini tushuntiradi. Fata'ammal hada fa innahu bayyin. Fata'ammal deganni eslatdi. Nazik zinchik o'rnash. Fata'ammal degan so'z fiqhda jinsga diqqat qilib tursang, inib qoladigan, diqqat qilmay qolsang uqolmaydigan. Bunday. ولا معنى لقول المالكية إن الاستثناء في هذا مستحيل. عند مالكي مذهب كده ديابرتون. مالكي مذهب نينكه مشندا إشتا و استثناء مثل مستحيل ديان سوزة جاري كبماس. لأن الطلاق قد وقع. أنا سبب طلاق قلب كتب استثناء كمن فايز شوق ديان كبنن أورنس ديدل. إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال. فقط لما مشندا قرشت بلب قاسم عن جبل جاري شدا. بمسا سال مانسز جبل بلب قلدوا. يعني özden vazifelerini sahil bir nefk koydadı. Fata'ammal hada fe innehu zahir inşallah. Ama Hanefi mezhep, Şafii mezhebinin delili çoğu. Şu biz yukarıda diyen men halefe ala yemin fekale inşallah lem yahnas. Kasam kılanırken inşallah diyorsa o isap olmadı yani. Günah olmaydı o. Geçmesi yok. Feyedukulu fihi kulla emmese müşen şirktidir o. Sınavın emmese şirktidir. Ama men halefe umum bilgazır. Men halefe fekale inşallah. Kandan boğsunuz helf kıldı mı? İnşallah dese o çağda inşallah şunu bekar kılıtı. Yani de bu yaptı mı? Kale Ebu Hanife ve Şafi'i istisna yasir fi zâlik kullahu sevâen qarinahu bil kavlillezî mahrecuhum mahrecü şart. Mesela şartның mahreciden son yoki normal son. Şartsız son. Xabarning mahreciden qarab turib mesela. Xabar oldidan qarab turib son. O'xshash gap bo'ldi inshaalloh degan bu. Şöyle hazır hadis dayandı bunlar. Hadis nimdi de men halefe fekale inşallah lem yahnas. Ve burada haber düşsün şartlansın hilf kıldı mı kıldı. İnşallah dedi mi dedi. Ondan kim? Kasam bulmadı. Hadisden anlıyoruz. القسم الثاني من الجملة الثانية وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد يعني قاعدة خاركترلك çok üç fasıl var. الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه.
Mesela hens deganimiz yo'q, qasamni turmaslik, qasamni buzitish. Qasamni mujib degan nima bo'ladi? Mujabmi, mujibmi? Mujibul hens desak, qanda ishni qilsa, qasamni buzitishni keltirib chiqadi degan bo'ldi. Mujibul hens bo'lsa, qasamni buzitish nimalarni qilishni keltirib chiqadi deydi. Mujab. Ayrıca olsak ma'lum bo'lsin. Shuruti va ahkam. Al-fasl ath-thani fi rafi' al-hins va al-kaffarat. Demak, hinsdan degan to gunoh. Ya'ni sen qasam qilib, vallahi deb Allohning nomini tilga olib turib, manda qilmayman deb kim uni qilsam, gunohkor bo'libdi. Hali shu gunohni ko'taradigan narsa nima? Kaffarat. Al-fasl ath-thalith mata turfa va kam turfa. Ya'ni qachon shu qasamni ko'tariladi? Qanchaga ko'tariladi? Birini ko'tariladi yoki ikki qasam qilib, jihatdan kaffarat rasmi hammani ko'tariladi masalan. Mujabul hins. Bu fasl avvalning gapi. Mana ikkinchi fasl. Sonra başka bo'lishi mumkin. Al-fasl avval fi mujibil hins va shuruti va ahkami. Mujib deb turiladi. Wattafaqu ala anna mujibil hins wal mukhalafa. Mujib kemish. Ya'ni shu qasamni buzutishni nima keltirib chiqardi? Qanday narsalar qasamni buzutdi deydi. Hinsni keltirib chiqargan, hins paydo qilgan. Masalan, hanita deydigan ish nimalar bo'ldi? Qasamda tumay uzun degan ishgan qasamni zid ish qilsa, o'chada hinsni keltirib chiqadi. Demak, mujib bir shada keltirib chiqaruvchi ishlar ham bo'ldi. Hinsni keltirib chiqargan nima? Muxolifa. Qilmayman deb qildi, qilaman deb qilmadi. Mujib ham shu. Liman aqadat alayhi al-yamin. Qasam ichilgan narsaga zid ish qilsa, hinsni keltirib chiqadi. Wa zalika imma fi'lu ma halafa an la yaf'alahu. Qilmayman. Muxolifa degan qanday bo'ldi? Qilmayman deb qasam ichgan bir ishni qilsa. Siznikida imma fi'lning oyog'ini o'qitganmi? Imma fi'lu ma halafa an la yaf'alahu. Imma tarku ma halafa ala. Siznikida imma fi'lu ma ala halafa deb ala ziyada ekan. إما فعل ما حلف على ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله يعني كلمة ده قسم إسكان الناس قمة تشلسه بو مخالفة إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله بو دينجا بادر بالإشتى كلمة ده بتمس معلوم بالوقت بكتبته شو وقت قمة يتكسر shu qasamni buzgan bo'ldi. Masalan, bugun kechgacha ya tong otqicha menda qilmadi. Tong otqicha qilmabdi. Demak, shu belgilgan vaqt o'tib ketguncha bo'shanlik qildi. O'zini chaqlab qasam qilish kerak. Demak, bu yerda o'zi belgilgan vaqt o'tib ketganligini, shu oraliqda qilmaganligini bilsa, shu muxolif keladi. Demak, shu. Va dalga yamin bitarkil mutlaq. Masalan, qilmayman deb qasam qilgan bo'lsa, مثل أن يحلف لا تأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره في اليمين بالترك. في اليمين بالترك تجنن يمضي. ما يمدى قسم قشطة. مثل أن يحلف لا تأكلن هذا الرغيف والله سن زاد يعيش مش نان يعيش هذا قسم قشطة. يعني كان بناء baş birisi yeyip çıktı. Ama bunu saklaştığım onu yakalım. Yani muhalefe oturup çıkmadı. Çünkü ondan da o yemedi. Demek mi şeyde qilmasang ishni muxolif qildi deganda qilish bir katta buni qildi. Yeysan degandan boshqani qo'shqacha qildi qanday qildi. U yeydi desam yemaydimi? Aw ila vaqtin huwa ghayru al-vaqt alladhi ishtarata fi wujud al-fi'l anhu. Yo'q, o'sha odamdan shu fe'lning sodir bo'lishini shart qilgan vaqtdan boshqa vaqt o'tib ketdi bu. Tong otqicha debdi. Tong etib bo'ldi. Bo'ldimda kaffarat vaqt kelib bo'ldi. Muxolif bo'lgan. وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود. Bu hammasi ma'lum bir vaqt belgilab, mushtarlik qilaman deb shart qilgan qasamlardan. Misol yaqula vallahi la af'alanna al-yawma kaza va kaza. Bugun cho'qim manda qilmay qo'ymayman vallahi deb qasam. Fa innahu idan qada an-nahar va lam yaf'al hanita daruratan. Shu kun o'tib ketsa, kech kirsa masalan, kunduz degan bo'lsa, kunduz o'tib ketdi. Namasham bo'ldi. Bo'ldimda qasam buzildi degan. Otomatik. Darura degani voy undan qilayda shapashab ketsa, otomatik chaqirgan buzildi. Vaqtalafu min zalika fi arba'ati mawada. Demak, bu yerda mushu hinsni keltirib chiqargan narsalarga munosabatlik masalalarda 4 o'rinda ixtilof chiqib qoldi. Ahadwa idza ata bil mukhalif nasiyan aw mukraha. Masalan, shu qasamni buzdigan ish, muxolif degan nimaga qasamni buzgan ish. Qasamni buzdigan ishni hissidi yo'q qilib soldi yoki majbur qilib soldi.
Mesela nanni zadi yeymen dedi. Ma ishni qilaman debdi, boshqa qo'lini bog'lab qo'yibdi. O'zini talab chiqamdi deya ishni qilishga qodir bo'laman. Yoki unutib qolib, masalan, ma ishni qilmayman deb, falan vaqtini qishin borma, soat 5 da deb yo'lga kelish, qatnashmay qatnashib qolib. Ya unutib qoldi. Mukrahman da shunda qatnashmay qolsin bir xil ikrahban. والثاني هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ قسمنا مضمون ديگم شده. اش اسم دلالت قيغان ناسن أقل ناسي حساب بولامدو يا همگه تان حساب بولش kerakmi? Alqa avval ismi avaxirat degan qoidaga o'xshash gapmi? Yemeymanda kichikgina hisoblar kiradi ya'ni. Ashunda kichikgina hisobda yoki yerimini hisobda masalan. Wal mawdu' al-thalith هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها؟ وهذا قسم أشو لفظن صيغة çetişlik yani tan keldiğen ma'ni bilan çetişlik mi dedim? Yoki buning mafhumiga çetişlik mi dedim? Çünkü bu yerda siyg'a bor bu yerda. Bir siyg'a bor, lekin bu siyg'a bu mafhumi boshqacharoq. Masalan, go'sht yemayman deb qasam qilgan bo'lsa, go'sht degan bir siyg'a. Bu go'sht hamma narsaning go'shtini o'z ichiga oldi. Lekin bizning urfimizda qanday qilmirda qo'y go'shti, ya kal go'shti masalan. U boshqa go'shtni o'z ichiga bayt olmaydi. Ve bu yerda lafz dalolat qilgan shu go'sht hammasiga teng keladigan shunda nimaga bog'lanamdi yoki sizning shu urfida ishlatgan shu qo'y go'shti bilan bog'lanamdi. So'z zodi go'sht degan so'z hamma go'shtga chetishlikdi, hammaga teng ishlaydi. Lug'at jihatdan. O'shada hamma go'shtni maqsad qilgan bo'lamdi. Yoki qo'y go'shti, ya'ni shu go'shtlarning 10% qo'y go'shti desak, shuni bilan qartilamdi. Al-musawi li-sighati al-lafz. Musawi degani shu hammaga teng keladigan nima? Yoki mafhumi desak, mafhum muxassis ya'ni qo'y go'shti zodi, qo'y go'shtiga hukm chiqadi. Yani mafhum muxassis adam misal urf tahsis qilish mumkin, boshqa narsa tahsis qilish mumkin va muammim la amana. Umumlashtirilganmi urf? Ba'zi go'shtda hamma go'shtni maqsad qilish mumkin. Hamma go'shtni tanlab turgan odam bo'lsa, hammasi tanishlaydi. Wal mawdu' ar-rabi' al-yamin ala niyyat al-halif aw al-mustahlif. Qasam qiyuvchining niyatiga asosan, niyatiga uyg'un holatda hisoblanadi yoki qasam qildiruvchining niyatiga uyg'un kelish kerakmi? Mesela bu qasam qildirishga masalan shu davolda bizsa masalan mening pulimni shu elib oldim, shuni ba'minin pulim desa, bu hamda nima deydi? Vallahi menda yo'q deydi. Ana menda yo'q deganda, men yenimda yo'qni maqsad qildim deyoldi o'zining ko'nglida. Lekin u hamda ba'mini, ilkimda ba'mini, ya bank hisobimda. Yoki o'zim joy ko'maylik menda bor. Qarshi taraf hozir zot sening ilkingda, sening tavallikingda ba'zada demakchi. Bu endi qasam qilib uchun mening ilkim yo'q, vallahi men qilmayman, men olmadim deyish kerakda. Lekin bu vallahi menda yo'q deb turadi. Menda yo'q degan so'zdan nima maqsad qildi? Bu yenimda yo'q hozir. Hozir aqtaysam mendan chiqmaydi dedi. Lekin o'yda bir joy ko'mib qo'yinglar. Ba. Demak, sen qasam qilgan vaqtida ash odam zot menda yo'q deb qasam qildigan chog'da shu qasam qildigichi nima maqsad qilgan? Senin ilkingda, tavallikingda yo'q deb qasam ichib bergan. Demak, u menda yo'q, yenimda yo'q desam-o, shu qasam qildiruvchining niyati bo'yicha bo'lib ketadi. Qasam esa mening tavallikimda, ilkimda yo'q deb qasam ichgan bo'ladi. Ya'ni o'zi yenimda yo'q deb, yanchiqimda yo'q deb niyat qilyapsizmi dedim. Ala niyatul mustahlif. Endi mana ala niyatul halis ham bu bir qarash. Ya'ni bu haqning malni yerish uchun yolg'on qasam qilishda bo'lyapti. Lekin qasam o'zining niyatidan shu to'g'ri. Lekin bu qilg'ishi chataqlish deydi. Aldamchilar. Haqning malni yevaldi demakchi. Hamma masalatul ula fayna malikan yara as-sahiya wal mukraha bi manzilatil amil. Bu savarlikdimi? Unutib qilib yoki majburlanib uzutib qolgan bo'lsa, qasdan buzganga o'xshash deb. Bu undan qattiqdan bu xatarlik emas. والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. إمام الشافعي حنبلي مذهبتهم شنو قرينا؟ يعني في مذهبتهم شنو قرش ممكن. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مثلا بالناس ما اسمه من دب قسم خطوه. أنت يا دارش من دب قسم قلوس. أذكر تشتا دبلام بس ما دبلام أوزن كر شكزبته. وقسم بزغم بلامدو بزغم. ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Demek mi adam da ayet ulan hazır mahadis
ikkisi bir-biriga zid ko'rinib qolgandek demoqchi. Fa inna hadaynil umumayn yumkin an yukhassasa kullu wahidin minhuma bi sahibihi. Demak, ma oyat hadisni tafsir qiladi. Mumkin. Hadis oyatni tafsir qilishi mumkin mazmuni. Lekin o'sha oyatdan manda nima chiqdi? Mana valaki vaqti bima aqqattumul ayman degan so'z. Aqqattumul ayman degan so'z nima chiqdi? Niyat qilib rasmiy shu ballansan degan. Ya'ni azamtum degan ma'no var shar. Demak, mukrahdan o sahid azm bormi? Yo'q. Islom shariatining ro'yi bor. Unda savallik niyat qilmagan, majburlangan yengillikni. Unda cho'qim o'sha jumhurning qarshi shu kuchlar. Bunun nima gunohdi? Qasam ishibdi degan u xalqni bog'lablanda ishni qilgan bo'lsa gunoh yo'q. Shariatning ro'yiga shu uyg'un. وأما الموضوع الثاني فمثل أن يحلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضهما. أما سيجا تشتش قلامدو بالقسمه تشتش قلامدو ينجر. بالناس قمايمن داب أزرق صبتو. أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعض. يا كلمن داب بالقسمه قماي تشتغل يبتو. ولم يفرق بين العامد والناسي. ولم يفرق بين العامد والناس. ما آياتها أقاتنا قسم قيسان ددمنا. شو أنتو قلب قسم قيسان ما Qasdan qasam qilsam-u u ayrimi dedi. Lekin mush aqqatumul ayman degan so'zdan bizning birimiz qasdan bir qasam qilish bo'lsa degan gap chiqadi. Lekin unutib qolsa aqqatumul ayman bo'lmaydi. Bu oyatdan istimasa mayadagi oyatga bu dalolat umum azr. Qismni qilgan vaqtidagi azm bor. Lekin qismni bizga vaqtidagi nimaga dalil chiqmas bunda. La yu'akhidukumullohu billahi fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Bu qismni qilgan vaqtidagi azm shu keskin nimaga dalolat chiqsa masalan, lekin bizga vaqtida bu yerdagisiga dalolat chiqmas. Bizga chiqmaydi. To'g'ri, u tarafimi alohida bir malhuzlar. Degani ma'vo qasam qilgan chaqdagi holat bilan qasam buzgan holatga umumlikqa dalil keltirmoqchi ekan. Masalan, ro'za tutgandimi, islom ro'za tutgandimi, masalan, unutib qolib narsa yapsa ro'za buzilmaydi. Endi bu ikkinchi masalada bir narsani qilaman deb azra bir qismini qilmay tashlab qo'ydi yoki qilmayman deb azg'ini qilib soldi. فعند مالك إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر إلا بأكله كله. İmam Malik'in nazarında bu şundan yeyme deb qasam qildi. Deb yerimine qo'shib yapılanmaptı yoki qo'yib qo'yibdi. Aşın hammani yemasa, qasamini to'mg'an bo'ldi, qasamini buzgan bo'ldi. La yabra emasligida? La yabar bo'lishi kerak ekan. Qasamini to'di degan so'zni barra yabarra deymiz. İbrahim İbrar qasam. La yabarru illa bi akli kulli. Hammani yalisa uni qasamini to'g'an bo'ldi. Bo'lmasa buzayotgan bo'ldi. Va idza qala la yabra desma la yabra min al-kaffara degan bu mazmun. Bara'adan chiqqan. Va idza qala la akul hadha ar-raghif innahu yahnathu in akal ba'd. Masalan, ma'noni yemayman deb jibr deb hisobda bir pas. O chaqda qasamini buzgan bo'ldi deb. Demak, mana ikkini ayirdi. Qilaman degan bilan qilmaymanning farqini ayirdi. وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم. Bir ismdan olsan, ko'proq ismini shu ismning o'rnida tutmas. Al-akthar yaqul maqamal kul degan nima bor? Mesela kiyimning oz qismini bo'lsa, ta'sir yetkazam degandagi avratning ammiya istifqasi to'rtdan biri ichildimi degandagi bunday masalalarda ko'proq ismi shuning to'liq o'rnida tura oladi degan nimaga asosan ikkili ahvolda yeyman deb bir qismini qo'yib qo'ygan yoki yemayman deb bir qismini yegan ahvolda qasam buzilmaydi deb. Agar jiqroqini yesa buzilib ketgan. Wa amma tafriq Malik'in bayna al-fi'l va at-tarki falam yajri fi zalika ala aslin wahid. Mana Imom Malikning hozir ikkini ayirib etganligini tanqid qilyapti. Sen bir xil ritim bo'yicha ma'nodan demoqchi. Ma'noning daha boshqa gap qilib, ma'no boshqa gap qildi. Ikkisi o'xshash emasmi? Lianna akhda fi at-tarki bi aqall ma yadullu alayhi ism. O'xshash ma'noganlikqa nadin bilmaysa, bu tark qilish masalasida yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, ozgina yapsasimi, qasam buzildi dedi. Yeyman deb ozgina qo'yib qo'ysa, u chaqda qasam buzilmadi dedi. Demek İmam Malik rahimahullah demek oldingi so'zi bilan keyingi so'zida ayirib oldi. Yeyman degan bilan yemayman-da kichikkina qapqilish yo yeyishni ayirdi. Va akhada fil fi'l bi jami' ma yadullu alayhi mana. Lekin mana yeyman deganda hammani yemasa bo'lmaydi deb turgan dedi. Bir qismini yesa qasamni buzayotgan bo'lgan.
وكأنه ذهب إلى الاحتياط belki bu ehtiyatçılık ve işkıplar. Her ahvalda man çatak işkılıp sanmaydı nima qilgan bo'lishi mumkin deb azroq o'zdir bayon qildi ki birini unutmay ilohim o'tib masalada mana o'tib bunday qilgan emas. Qattiq insabini ko'rsatdi Ibn Rushd. Mazhabni ustida turib Imom Malikni. Ya bu tasbdan jiroq. Mana o'sha kaffara qilish al-ahvat. Ahvat bo'lgan ekan, ko'ngil xotirjam bo'lgan, hech qanday andisha bo'lmagan narsa kaffara berib o'tish. وأما المسألة الثالثة فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخذ. مثلا برنامج قسم قطع. Bu qasam ishlatgan so'zdan mushundan umumroq ma'nomi tushunilib qoldi ekan yoki tarroq ma'nomi tushunilib qoldi ekan. Masalan, go'sht yemayman deganda, kalla paqalchoq yemayman deganda emas. Kalla paqalchoq yemayman desa, shu qo'yning kalla paqalchoqlari maqsad qilingan. Lekin to'g'rining kalla paqalchoqi, beliqning kalla paqalchoq unda maqsad qilinmaydi. Bir so'zni ishlatib buningdan qatlam tushunishda sal kengroq dardimi tushunch bo'lib qolish ehtimoli bor. Tarix dard tushunchi bo'lib qolish ehtimoli bor. Bunday ahvolda qanday bo'ldi demoqchi. Aw yahlif ala shay'in wa yanbi bihi ma'na a'am aw khas. Yoki bir narsa deb ondan umumroq kengroq narsa maqsad qilyapti. Masalan, futbol o'ynamayman deb to'pni maqsad qilibdi. Yoki to'p o'ynamayman deb futbolni sirq chiqaribdi. Bunday niyat qilishcha أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفي. يعني قسم اسكن ناسن إشك اسم باكم. قسم اسكن ناسن إشك اسم باكم. برسل لغات كي إشتغل اسم كتابda çıkıdığ, ikincisi örfüde işletilmez. Bu misallar kalımda adır. Derhal ismi isken musulman jet bulunması. Mesela dabbe değil. Dabbe kullu mevcut balığı. İnsan mı dabbe mi? Ve ma min dabbetin illa Allah rızkıha. Ziminin ustadılar zaten mağdur nazarımız dabbe. Lakin bu örfümüz çoğu. Yani lügat manasında bu adirki devrinde yani dabbe nima çarpayda insandan başka hayvanlara qaratılgan. Demek aslında bir ahvalı var edi. Yani birisi birisini hasra, taraf dairde. Mesela el-kitap dese Kur'an. Hani sopulu çoğu el-kitap dese Abdülkadir Cilani'nin kitabını iş mümkün. Nahvçılar Sibavi'nin kitabı. Peki hani bir mezhepte el-kitap dese çoğu Muhtasar-ı Kuduri. Ama mezhepte el-kitap yanan uzun kılması var. وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف. Muayyen bir narsani tutib, unda kang dairda tayyorda ishlatishimiz yo'q, muayyen aniq bir narsani deb turib. Shu aniq narsaga qarta muxolifat qilsa, muxolifat bo'ldi. To'masa shu bo'ldi. Abu Hanifa bilan Shafi'ning qarshida. Va in kana al-mafhum minhu ma'na 'am aw akhas min qibl ad-dalala al-urfiyya. Muayyen bir narsa belgilgan bo'lsa, urfida uni kengroq doirada yo tayroq doirada tushunadigan ishlatadigan bo'lsa-mu, lekin shu narsaga qarta muxolifat qilsam qachon buzildi ekan. Masalan, go'sht yemayman debdi. Urfida qo'y go'shtini shundan boshqa bo'lsa, beliq go'shti, to'q go'shtini go'sht yesa olmaydi ekan. Bunda bo'lib qolsa, Abu Hanifa va Shafi'ning qarshisida ekan, beliq go'shti, to'q go'shtini yesa qachon buzildi ekan. O urfidagi o kengroq tayroq doirasi uni qarbi yo'q edi. Go'sht yemayman dedim-a, beliq go'shtini yemas kerak. Beliq go'shtini yesa, to'q go'shtini yesa, daimista shunday tushunildi hozir. Ve in kana al-mafhum minhu ma'na 'amman. Bunda tushungan ma'na kang olsun ya ta olsun unga qarimiz yo'q. Go'sht dedim-a, go'sht yegandikilan bo'ldi. To'q go'sht yeysimi? Bo'ldi. Demak, bu odamda niyati bilan qarimiz yo'qdir. Mesela go'sht yegandan ammani ulab boshqa odam go'shtini o'ziga oldigan bo'lib kesilmaydi. Yoki qo'y go'shtini maqsad qilgan dardim bo'lmaydi. Zada shu go'sht desa, go'sht yesa, mutqito'ri. Va kadalik aydan fima ahsibu la ya'tabiruna niyyal mukhalifa lillah. Demak bu zohiriy. Chunki ko'ngilda bu lafzga qarta niyatida nima ekan? Shu qo'y go'shtdan nima ekan? Lekin so'zni go'shtga so'zni ishlatdi. O niyatim unga qarimiz yo'q. Go'sht dedim, go'sht yesam, bo'ldi dedi. Shu zohiriy edi. وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. لفظ bilan qaraymiz deb turibdi. Niyat bilan qarimiz yo'q dedi. Urfidagi taxsis, ta'min qudasidan qarimiz yo'q deb turibdi.
هذا مسلم كذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ وش إمام شافعي أبو حنيفة مثل إتبار غلطة Zahiri alıttı. Ay lafız çıktı mı? Goşt, qanda goşt yesen, özün başka goştun niyet kılmagan bolsan mı? Niyet kılmagan goşt yesen mı? Qasamı buzuldu dedi. Azı mesela zahirilik var. Nima uchun? Çünkü lafz degan dildikini qilmaymiz. Dildikini qanday o'qitdik shu lafz orqali. Innal kalama la fil fuadi va innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ay qalbikini ifodalab turgan nima tildi. Shu tildagi shu so'zni anladik. Go'sht dedi. Go'sht degan ekan, bu shu ko'ngilmi go'sht maqsad tutgan davrimiz edi. Wa amma Malik, yani İmam Malik şu, fa innal mashhur min madhabi. Yani mashhur min madhabi deganlar nima tushunmas? Mashhur emas, yani bir qarash baliq, yani bir ya ikki uch qarashning baliqi ma'lum bu. أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها والنية. Adam da el-eyman allati la yuqda ala halifa bimujabiha degan so'z va qasamni ikkiga ayirmoqchi. İnsanning o'ziga munosabat qilgan qasami, yana birisi sud mahkamalarida, qazo xonimning oldida da'vo, talashlarda da'voni ayirish uchun qilingan qasam bilan mashqni ayirdi. O'ziga munosabat qilgan qasam bo'lsa, menda da'voda qasam qilib deb turib qilmagan qasam bo'lsa, menda deb ikkiga ayirdi. Al-ayman allati la yuqda ala halifiha degani, ya'ni sud mahkamalarida bo'lmagan qasamlarda e'tibor qilinadigan niyat hisoblaydi. Go'sht yemayman, top o'ynamayman deganda qasamni qildi. Sud mahkamada biz bilan datalash qilib qolmadi, da'vo ochilmadi. Degan o'zi kappara beradi, ba'zan degan masalada men menda niyat qilgandim desa shu hisob. Ha, men shu qo'y go'shtini Allah maqsad qilgandim, kal go'shti, biloq go'shtini yavray desa hisob mayli deydi. Niyat qilgan hisobda. Fain adumat endi bucha niyat olmuşcha, uchadan men unda ko'nglimda qo'y go'shtini ma'lum bir go'shtni o'ylab menda bir niyat qilmagan debdi. Ucha nimalar ayrimizda faqarinatul hal. Masalan, oldiga qo'y go'shtini ko'p akagan, bunda holatda go'shtni degan bo'lsa, qo'y go'shtilar hafizlayotgan chaq degan so'zdan qo'y go'shti maqsad qilib deymaydi. Fain adumat fa'urful lafz. Bo'lmay qolsa urful lafzda masalan biz go'sht desak, qo'y go'shti, kal go'shti maqsad qilganda bunda hisoblaymiz. Fain udima fadalalatul lugha. O chaqda bo'lmasa lug'atda go'sht degan so'z zati nimani ishlatildi ashuni hisoblaymiz. Endi nimaga keldim? 3-darajada Abu Hanifa Shafi'i degani endi hisob qildi. Wa qila la yura'a, mana qila degani mana muqabil mashhur. La yura'a illa an-niyya aw zahir al-lafz al-lughawi faqat. Demak, ma qarashda niyatni hisoblaymiz, shu hisob yoki lug'atning zahiri qaraymiz debdi. Ikki gram oyada qarinatul hal, dalalatul lugha degandek narsa bor. Urf lafz degandek narsa bor. Yana birisi mana mashhur qarashning qarshiligidagi ikkinchi bir qarash. Demak, mashhurning qarshiligida ikki qarash bor. 3 qarash o'sha Maliki mazhabidagi. Birisi mashhur, ikkisi muqobil mashhur. Vaqila yuraniya va bisatul hal. Niyat bilan hal ahvol shu atrofdagi ahvol raqamdo va la yural urf, urfi hisoblanmas. Urfi demasdan go'sht degandan qo'y go'shtdan maqsad qilmay, kalpa qalcha bo'lsa, qo'yning kalpa qalcha qilmasdan unda bo'lib qolsa, uning karimi yo'q. Bu bir qarashga. Va ammal ayman allati yuqda biha ala sahibiha. Bu sud mahkamalarida qozi kallallarning oldida da'voda al-yamin ala man ankar. Tamam? Bu çağda qasam keldi. Bu çağdan da o'zligidek yenimde yo'q deb, butun ilkemde yo'q degan maqsad qilib divasa, ashunda bo'lamdi yoki menda yo'q degani shu butun ilkida yo'q degan bo'lamdi. Buningdan da ayiribdi. Chunki bu bunda niyatiga bog'liq deb qo'ysa, xonning nimasini yevilishga sabab cho'lab qolamiz. Fa innahu in ja'a al-halif mustaftiyan, bunda ayrilgan. Agar qasam qo'yuvchi masalan qazgalanning qishqa, mubtining qishqa fatva so'rab kelganimda, masalan so'rab fatva so'rab kelganimiz, kana hukmuhu hukmul yamin allati la yaqdi ala sahibi. U o'ziga munosabat bilan qasam batiga sud munosabatsiz. Shunga o'xshash deydi. Fatva so'rab kelibdi. U da'vobi emas hozir. Chunki fatvo degan g'ayr mulzima. U o'ziga munosabatlik bir nima bo'ldi ekan, shuna maslahat bermiz, o'zining niyatini qanday qilganligini deb so'rab shuni hisob qilamiz. Ma muradatul ashad fiha ala hada tartib. Shukurgidek tartibni rioya qilgan holatda. Va in kana mimma yuqda biha, amana sud mahkamalarida talab qilingan qasam ichadi. Qilgan qasam bo'lib qolsa, lam yura fiha illa al-lafz. Ay, lafz bilan qaraymiz. إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف.
Faqat lan lafzga zid boshqacha bir niyatim bor deb turib olgan ahvolda bunga aslında qarinatul hal ya urf guvohlik qilib ani kuchaytirgan niyatini zodi mushundal deb biraladigan urf bo'lib qolsa u chaqda lafzdan sal niyat taraf qaramamiz bo'lmasa yana ham lafzga bilan qaraymiz. Masalan jinoyat sodir bo'lgan vaqtda falan yadimda yoki mishadimda mushu men mishaditdan deyagdasda masalan bu yagdasdan bu mishaditdan deganni maqsad qilgan bo'lsa yana bo'lmaydi. Yani shu ustilik siltib haqni haqqini oldigan haqni haqqini qaytarmaydigan odamlar shuni ustilik siltib qazamish bo'ladi. أنا باتوت المسألة كم بدو قتيلا وأما المسألة الرابعة فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى دعوى دستور توت محكمة لردا اتفاق كأجان أغلبنا اتفقوا على نية المستحلف قاضي ياكي قارش طرفنينك نية بوش بولdu. O manasıga qasam isbat sihatida o o'zining ko'ngli boshqa narsani maqsad qilib turib qasam istab tushmaydi. Unda qutlanmaydi dedi. واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد. Yani davada ittifak geldi. Niyetul mustahil. Qasam qildigan chaqda manda emaski qasam istisa o'zining ko'nglida boshqa narsa niyat qilib olsin qilamiz bakar. Shu qasam qildigan niyat bo'yicha bo'ldi. Allah qasmına çağlar. Nega bo'ladi? Al-mawaid degani mishada ma'lum narsani bir belgilash, bir narsa to'xtatib qo'yash masalan. Bir narsa bekitib qo'yashga munosabatli qasamlar dedi. Bunda talash-tarish qilib qopdi. Faqala qavmun ala niyatil halif. Buni misol chiqish mumkinmi? Bunda qasam qiluvchining niyati hisob. Faqala qavmun ala niyatil mustahlif. Ya qasam qiluvchining hisob. Va sabata anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol al-yaminu ala niyatil mustahlif. Hadis. Vaqt to'xtatib qo'yishmi shuni ichida. Vaqt to'xtatib qo'yishda alaniyatul halif yoki mustahlifda talash tartish bo'ldi. Ham ya talash tartishni nima ayiramiz? Yo'da sayadisning birisi bor. Al-yaminu ala niyatil mustahlifda. Va qala sallallohu alayhi vasallam yaminuka ala ma yusaddiquka alayhi sahibuk. Shunami? Demak, qarshi tarafga sening sahibik degan mishada davolashga odam demoqchi. Shu hamroying deb ashunga ishindigan narsa shu dedi. Shuning qasami shu. Ya'ni qarshi taraf nima maqsad qilgan bo'lsa shu demoqchi. Va kharaja adaynil hadithayn muslimun. İşkiliyeti seyir, şamal ötmeydi. Demek ala niyetil halet degan qarashni ajizlashtiradi. Endi men qala al-yamin ala niyetil halet. Ala niyetil halet deganlar nimaga asosli deb qolgan ishki sayadisi ish tutsa belki bu bir özür tepeb belki fe innema i'tabara al-ma'nal qa'im min nafs min al-yamin la zahir Allah. Bu biyagi qasamni sirtqi so'zni qasamni hisoblamay ishlikki niyatni qasamni hisoblabdi. Bu mundaroq nima ekan? Nega ajiz bu qarash? Ishki sayadisi shunda tursa qotaydi. وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن هذه المسائل الأربعة هي أصول هذا الباب. لما مش أيمان مسألة نرغن تلك كسموا. لكن بزجا مشان بر قاعدة يعني كرب بلادان بشرط مسألة بحث بكتة بز باشنا مجندرة إشكالنا شو قلب سرب منسق بولك. هي أصول هذا الباب يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه. مش مسألة ثلاث تاسق قيد الجمسة. وذلك في الأكثر مثل اختلافهم في من حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيطان. مثلا خلي ما دب بلقنا ياكي شورق بلقنا كي بشنيته. هل يحنس أم لا؟ قسم بزكتم دو بزكتم. يعني برسيش ممكن شنو بشنيه بصار قسم بزلم دو. تيدغان ده. فقال الخل فمن راعى العرف قال لا يحنس. Örpüne isap qilganlar biliqning kallasi deb unda kalli istab unda yo'q örpünde. Kalli baqalchaq desak shu qo'yning yoki o'chkini kallining balki chirishi mumkin. Ammo biliqning yotoqni qilishmaydi debdi. Va man ra'a dalalatul lugha qala yahnas. Lug'at bilan istiqolchi kalli yemayman dedi mana kalli yedi. Mush kallimi kallamasmi? Ha biliqning kallasi. yoki lahanning kallasi. Qala yahnas. ومثل اختلافهم في من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما. Go'sht yeyman deb may yebdi, yog' yebdi. Maqolda misli bog'i go'shtni yog' bir tuqqan, piyozni qo'ygani bakar. Demak, bu unda ikkisi bizga mo'yak ayirmaydi narsimi shu. Ya'ni bu intayin xatarli gapirib taqildi. Qur'onga lahma xinzir deb qo'yishmi? Lahma xinzir degan so'zni mishadi. Ay, meymi ishidimi yoki u meyi halol, shu go'shtlam harom demoqchimi? Xatarlik ma'lum. فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنس. حقيقي sözün dalalatiga qarasak lahm degan shahmdan boshqa. Shunami?
ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال yağ degan, may degan go'shtdan to'yilib paydo bo'lgan narsa. Lan tigi bir buni deb qolsam, yağ yeysimi, o'chaqda qasimini buzgan bo'ladi debdi. Urf-odatda shundaqmi? Lekin lug'atda buzildi. Urf-odatda o biliqning go'shti to'qini biliqning kallasini kalib baqalchiq ekan bunlar. وبالجملة فاختلاف في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلاف في هذه المسائل التي ذكرنا. Başka mı kasem münasebet tartış ya ittifakaya mesela yani müşü meselelerge asasen şahteken mava asli kaidedek müşünge düşüdü yanar. Müşün düşensek anı müşün kitabımız mı? Ve raciatun ila ihtilafin fi delalatil alfaz allati yahlifu biha. Yani şu ma lafz müşün öz işki alamta ammamta bunu ma bildiramta bildirmem degan müşündan asliga chetishlar. Ve zalika anna minha ma hiya mujmala ve minha ma hiya zahira ve minha ma hiya nusus. Bu usul fiqh delalatil alfaz noquluqo. Ad-dalala degan derecesinde. Sariha nas bunda buldu. Hiç kan ihtimallık yok. Keskin aniq bunda buldu. Bu yüz şundan bildirgan başqa bildirmaydigan. Zahir yani 90% 85% bildirgan azraq ehtimal var. Bundan tön muavval, fahval xitab, ishara degandek narsa bor. Yani mushunga asosan bu yerda qasam masalan hal qilish o'xshash bo'lmaydi debdi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.